bir donishmand odamga savol berishgan ekan. Mamlakat qachon nimaga yuz tutadi desa, menga nima, senga nima deb yashashni boshlaganimizda degan ekan. Bu gapni nimaga aytmoqchiman hozir? Xristian bo'lib turib musulmon bo'ldim deganlarni ko'p eshityapmiz. Shayx Muhammad sallallohu Muhammad Yusuf hazratlariga shu vaqtda savol berganda nima deysiz shularga desa, biz ularga ishonamiz, lekin shubha ham qilamiz degan ekan. Yana bir narsa, yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarini o'qiganim Islom Karimov. Shunda yozyapti. Senlarni men himoya qilayotgan, boqishga sababchi bo'layotgan men edim, lekin senlar menga ishonmading deyapti. Agar senlar menga ishonganingda hozir biz boshqacha to'kis hayot kechirardik. Senlar fitnachilar fitnasiga ishonding. Chunki meni nima deydi, fitnachilar hamma narsaga imkoniyat qodir, hamma narsasi bor, lekin senlarga bermayapti degan, lekin senlar bunga ishonding degandek ko'rsatgan degan gaplarni aytgan. Endi shunchaki bir eslatgan bo'ldik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini, shu prezidentlarning gaplarini ko'p eshitib turaman. Buyuklar o'zini millati uchun, vatani uchun qayg'uradigan odamlar bo'ladi. Qolganlari esa bir fitnachi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar.